Elinor Porterning qabr toshiga millionlar hayotiga nur olib kirgan deb yozilgan. Uning kitoblari yosh va katta yoshli kitobxonlarni hayot qiyinchiliklarini nekbinlik va insonsevarlik bilan yengishga o'rgatdi. Bo'lajak yozuvchi 1869-yil 19-dekabrda New-Gempshire shtati Littleton shaharchasida dorixonachi Francis Fletcher Hodger va Luella French oilasida tug'ildi. Buvasi Littletondagi birinchi zargar va soatsoz edi. Tug'ilganda qizchaga Elinor Emily deb ism qo'yishdi. Uning Fred degan akasi bor edi. Qizning sog'lig'i zaif bo'lib maktabga bormas, uyda ta'lim olardi. Bolalik va o'smirlik davrida Elinor musiqaga qiziqardi. Dorixonachining qizi o'smirlik yillari Boston konservatoriyasida ta'lim olib, cherkov xorida kuyladi. U 23 yoshida tadbirkor John Lyman Porterga turmushga chiqib, erining familiyasini oldi. Bu turmushda bola tug'ilmadi, ammo beva qolib, nogironga aylangan Luella Hodger ular bilan birga yashardi. Elinor va John turmushning ilk 10 yilida Chattanooga, New York va Springfieldda yashadi. Kembridjga joylashgandan so'ng Porter xonim musiqa bilan shug'ullanishni tashlab, yozishga kirishdi. Elinorning ilk asarlari gazeta va jurnallarda chop etilgan hikoyalar bo'ldi. Ularning ayrimlarida xursandlik o'yinini o'ynaydigan qizcha haqida gapirilardi. Yozuvchi qalamini charxlayotgandayoq umidsizlikka tushmaslik xususiyati haqida o'ylardi. Bu xislat keyin uning mashhur Pollyanna asariga asos bo'ldi. Elinorning ilk nashr etilgan kitobi Qarama-qarshi oqimlar romani bo'ldi. Yozuvchiga Miss Billy asari shuhrat keltirdi. Bu asar muvaffaqiyati muallifni asarning davomini yozishga undadi. Natijada Miss Billy qaror qabul qiladi va Miss Billy turmushga chiqadi asarlari yaraldi. Yetimlar taqdiri Porterning boshqa, shunchaki David hamda Pollyanna asarlarida ham tasvirlanadi. Ayrimlar fikricha, Pollyanna asarida Mark Twainning Tom Sawyerning sarguzashtlari asari ta'siri seziladi. Pollyanna ham Tom Sawyer singari qattiqqo'l xolasi bilan yashashga majbur. Ayolning farzandi yo'q, jiyanini oynasi yo'q chordoqqa joylashtiradi. Xolaning barcha tirg'alishlari va taqiqlarga qaramay, qizcha xursand, mamnun qolaveradi. Pollyanna soxtalik qilmaydi. Marhum otasi unga har qanday vaziyatning yorug' tomonini ko'rishni va nekbinlikka sabab topishni o'rgatgan. Asta-sekin qattiqqo'l xola hayotsevar, quvnoq jiyaniga mehr qo'yadi. Pollyanna romani chiqqandan so'ng 3 yil o'tib, asar asosida myuzikl qo'yildi. Yana 4 yildan keyin esa film ishlandi. Elinor bestsellerning davomini yozib, Pollyannaning qaytishi, ba'zi manbalarda Pollyanna ulg'aydi deb nomladi. Lekin kitobning ikkinchi qismi birinchisidan ancha bo'sh bo'lib, syujet chiziqlari melodramalarni eslatadi. Keng ommalashgan kitobning davomini boshqa mualliflar ham yaratdi. Elizabeth Barton va Harriet Lamy Smith shular jumlasidan. Porter 1920-yil 21-mayda vafot etdi. Yozuvchining o'limi eri uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Elinor o'sha davrda navbatdagi asarini yozib, kelajakka oid katta rejalar tuzayotgandi. Elinor Porterning qabri Massachusetsdagi Mountain Auburn qabristonida.